Yangiyo'l shahar kengashining 7-chaqiri navbatdan tashqari sessiyasida shahar kengashiga saylangan deputatlar, shahar hokimi o'rinbosarlari, ommaviy axborot vositalari, ommaviy axborot vositalari xodimlari. Hurmatli deputatlar, ovozingiz eshitilmayapti. O'chirib qo'ygan ekansan. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugungi xalq deputati Yangiyo'l shahar kengashining 7-chaqiri navbatdan tashqari sessiyasida shahar kengashiga saylangan deputatlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, hokim o'rinbosarlari ishtirok etmoqdalar. Xalq deputati Yangiyo'l shahar kengashining bugungi sessiyasida 13 nafar deputatlar ishtirok etmoqda. Sessiyani ochish uchun bo'lim yetarli. 7-chaqiri xalq deputati Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasini ochish uchun kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushmoqda. Shu taklifni oldiga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar? Yo'q. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Sizlar bilan sessiya kotibidan saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibiga kim nomzodini berasiz? Sessiya kotibiga saylash bo'yicha takliflar tushdi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q. Taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishimiz. Rozilar? Sanat komissiyasi bo'ldi. Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar? Yo'q. Rahmat. Deputat Davlat Ahmedova sessiya kotibi tasdiqlandi. Marhamat. Hurmatli ishtirokchilar, sessiya bo'lishini navbatdan tashqari bo'lganligi sababli Zoom orqali olib borilish, shu sababli Sanat komissiyasini saylab olishimiz kerak. Sanat komissiyasidagi nomzodlar. Muslimova. Boshqa takliflar bormi?
yo'q bo'lsa taklif qilingan nomzod butun Nargiz Sadirjonovani sanoat komissiyasiga saylashimiz bo'yicha rozilar qo'l ko'tarishlar turayman. Rahmat. Betaraflar yo'q, qarshilar yo'q. Rahmat. Deputat Muhsin Nargiz Sadirjonov sessiya sanoat komissiyasi raisi etib tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugun 7-chaqiriq Xalq yangi shahar kengashi navbatdan tashqari sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibi quyidagi masala kiritilgan. Yangi shahrida aholi muammolari va murojaatlarini ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish bo'yicha Qarshi shahri tajribasi asosida amalga oshirilgan chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibi yuzasidan takliflar bormi? Takliflar bo'lmasa, kun tartibi masalan tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar? Yo'q. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya ishlarini rejaga olishimiz kerak. Asosiy mavzu uchun 10 daqiqagacha savol va takliflar uchun 5 daqiqagacha sessiya ishini 20-30 daqiqaga yakunlash tavsiya qilaman. Kun tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Yo'q. Rozilar? Qo'l ko'tarishlar so'rayman. Rahmat. Betaraflar? Yo'q. Qarshilar? Yo'q. Kun tartibi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Yangiyo'l hokimining birinchi o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i, Yangiyo'l shahar aholi muammolari va murojaatlarini ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik uchun chuqur tahlil bo'yicha Qarshi shahri tajribasi asosida amalga oshiriladigan chora-tadbir rejasini tasdiqlash to'g'risida. So'z Isobar Aziz Maqbullovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Hisobdor deb aytganimizmi? Kechagina nima bo'ldi? Men hokimning nomidan Islom, hokimning nomidan men ma'ruzaga chiqdim. Ruxsatingiz bilan. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yil 13-mart kuni xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi darajada ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilishga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimi samaradorligini yanada oshirish, murojaatlar sababini aniqlash va ularni tezkor hal etishda Qarshi shahri tajribasidan kelib chiqib, barcha tuman shaharlarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqish va xalq deputatlari kengashi tasdiqiga kiritish topshirig'i berildi. Yuqoridagilarga topshiriqdan kelib chiqib, ushbu harakatlar rejasining asosiy maqsadi aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish, fuqarolar muammolarini tezkor va qonuniy hal etish hamda murojaatlarga sabab bo'layotgan tizimli muammolarni bartaraf qilishdan iborat, ya'ni aholi murojaatlarini yagona tizim asosida nazorat qilish, prezident virtual va xalq qabulxonalarga kelayotgan murojaatlarni samarali ko'rib chiqish, takroriy va jamoaviy murojaatlarni kamaytirish, mahalla tashkilot va soha kesimida muammolarni aniqlash, murojaatlarga sabab bo'layotgan omillarni tahlil qilish, davlat idoralari mas'uliyati va hisobdorligini kuchaytirish, aholi bilan ochiq muloqot va jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish, murojaatlar orqali aniqlangan tizimli muammolarni yo'l xaritasi asosida hal qilish kabi vazifalar amalga oshiriladi. Buning uchun Yangiyo'l shahar hokimligi tomonidan 5 ta bo'lim, 22 ta banddan iborat harakatlar rejasi ishlab chiqildi. Ushbu harakatlar rejasi quyidagicha: tashkiliy amaliy tadbirlar, ikkinchisi murojaatlarda ko'tarilayotgan muammolarni o'rganish va tizimli asosda hal etish bo'yicha chora-tadbirlar, nazorat, tahlil va monitoring faoliyatini kuchaytirish, fuqarolar qabullarini samarali tashkil etish, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan ishlash kabi bo'limlarni o'z ichiga olgan bo'lib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi Yangiyo'l shahar bo'limi tomonidan har oy xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashi doimiy komissiyasiga amalga oshirilayotgan ishlar va ularning natijasi yuzasidan axborot kiritish
har chorakda Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashi sessiyasiga ma'lumot kiritish nazarda tutilgan. Ma'lum bilan sizga tugadi, e'tiboringizga rahmat. To'maliklarda mana namoyishlar eshitdik. Shuning uchun deputatlar bu hammamizga bog'liq bo'lgan xalq dardini eshitib uni ijro etuvchi hokimiyatga yetkazish, ijro etuvchi hokimiyat rahbarlari, shahar hokimlari, prokuror, ichki ishlar bo'limi tomonidan bilasiz, doiralar qabul tashkil etilyapti. Faqat bu tizimga, bu nafaqat o'zimizga, balki biz portal orqali tushayotgan murojaatlar bo'yicha ishlar tizim bo'yicha Yangiyo'l shahrida mana 22 banddan iborat reja ishlab chiqilgan. Shu bo'yicha mana o'tgan safar xabar edi bor, doimiy komissiyada ham shu narsani ko'rib chiqdik. Shuning uchun bo'lmasa kimda qanaqa fikr mulohazalar bor? Mana o'sha hammamiz ishlayotgan jarayon bu. Kimga savol bor? Kimga takliflar, qo'shimchalar? Tushunarli. Doimiy komissiyada mukammal ko'rib chiqdik. Mana endi bo'lmasa agar shu masalani ko'rib chiqqanmiz, shu kengash qarori loyihasi bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquq masala bo'yicha doimiy komissiya raisi bo'limi raisi Alizam Murodovga so'z beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, kengash ishtirokchilari. Hozir ta'kidlab o'tganimdek, sobiq ko'rib chiqib, kerakli tavsiyalar berilgan, kamchiliklar bartaraf qilinib, o'rganib chiqilgan. Shu munosabat bilan kengashning korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasi Yangiyo'l shahar hokimining birinchi o'rinbosari aholi muammolari va hojjatlari bilan ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilikni chuqur tahlil qilish bo'yicha Qarshi shahri tajribasi asosida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq har oy xalq qabulxonasiga kelgan murojaatlar tahlil qilinib, takroriy murojaatlar va hal qilinmagan masalalar alohida qayd qilinadi hamda ijrochi tashkilotlarning murojaatlar bilan ishlash holati reyting asosida baholanadi to'g'risidagi hisobot berildi. Tanlangan axborotdan kelib chiqib, sohaga oid muammolarni bartaraf etish bo'yicha taklif ishlab chiqildi. Bildirilgan fikr, mulohaza va takliflarni inobatga olgan holda kengash qaror loyihasi ishlab chiqilib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qarori loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat Kengashining 2025-yil 28-yanvardagi KX-75 rasman qarori va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlash berish maqsadida muvofiq deb hisoblaydi. Doimiy komissiya raisi Adil. Rahmat. Deputatlar qaror loyihasiga tarqatilgan qo'shimcha fikr va mulohazalarni inobatga holda qaror loyihasi tasdiqlanishligiga deputatlarni ovoz berishidan so'rayman. Rozilar? Rahmat. Betaraflar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q, rahmat. Ya'ni qaror bir ovozdan ma'qullandi. Savjanmi? Sunoq eting. Hozirgi sessiyada navbatdan tashqari o'tkazilgan sessiyada 14 nafar deputatlar qatnashyapti. Shulardan 4tasi Zoom orqali familiyalarni Nobek Javlon, Sultonov Gulchehra, Abdullayev Ravshan va Karim Islomjonlar Zoom orqali qatnashmoqda. Va ular qanaqa ovoz berishdi? Hammasi qarshilari yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror bir ovozdan ma'qullandi. Agar savollar bo'lmasa, qaror loyihasi bo'yicha eshitdik, ko'rganmiz.
Sizni umuman tushunib bo'lmayapti, eshitilmayapti, past ovoz kelyapti. Qattiqroq gapiring. Davlat xizmatchisiga oziq-ovqat foydalanadi. Shundan keyin isitmasi qo'yiladi. Kim? Xo'p, bo'lmasa mana qaror bir oldi ma'qullandi hurmatli deputatlar. Agar savollar bo'lmasa mana shu bo'lishiga mana ko'rdik, ko'rib chiqdik, mana kotibimiz hisobot berdi, kotibimiz do'stiga. Assalomu alaykum. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasi yakuni bo'yicha sessiya kotibining axboroti. Joriy yilning 22 may kuni bo'lib o'tgan 7-chaqiriq xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida jami 19 nafar deputatlardan 14 nafari ishtirok etdi. Xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasiga kengash raisi Kamalxonov Ma'rufjon Sirojiddinovich raislik qildi. Sessiyada shahar bo'limi boshliqlari, siyosiy partiya raislari ishtirok etdi. Kun tartibiga qo'yilgan bitta masala bo'yicha hisobot beruvchi mansabdorlarning shaxsan o'zi ishtirok etib hisobotni berdilar. Kun tartibiga qo'yilgan masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyiha yuzasidan doimiy komissiya raisining xulosasi tinglandi. Sessiya kun tartibidagi masala bo'yicha so'zga chiqdilar. Abilov Jamshid Uralovich, 13-Yangibog' saylov okrugi deputati. Olib borilgan muhokama va savol-javoblardan so'ng kengashning barcha qaror loyihalari tasdiqlandi. Sessiya ishida uzrli sabablarga ko'ra 4 nafar deputatlarimiz Ibragimov Sayyora Abduganiyev va sababsiz, Abduvaliyev Obidjon Mahmudovich sababsiz, Jumanov Umid Agzamovich sababli, Bahromov Baxtiyor Botir o'g'li sababli. Sessiya kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi va tayyorlashtirildi. Sessiya davomida reglament va tartib qoidalar buzilishi kuzatilmadi. Sessiya kotibi Ahmedov Tilafoz Yo'ldoshev. Rahmat. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, siz kun tartibiga kiritilgan barcha masala ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish takliflar bormi? Qo'shimchalar bo'lmasa, shu bilan xalq deputatlari Yangiyo'l shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasini yopib e'lon qilaman. Barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, ishingizda omad tilaymiz. Rahmat. Hurmatli deputatlar, bugun soat